Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yangicha benzinli modelimiz chiqqan. Zavoddan sira chiqishi bilan obzor qilyapmiz. Motorlar 150 kubalik, tezliklari 80-90 ga chiqadi. Benzin rasxodi yuziga 3,5 litr. Keyslari bor, komplektda. Keyslarning ichida kaskasi, puluchi, yomg'irga bo'ladigan ustoshlari bilan. Oldi tormozlari ham, arqa tormozlari jitkisli bo'ladi. Telefon postavkalari ham bor. Elektronik tablo bo'ladi. Pultdan zavod qilsa ham bo'ladi. Hozir ko'rsatib beramiz. Start stoplari ham bor. USB zaryadkalari ham bor. Telefon zaryad qilib ketaverasizlar. Rugalari ham bor, zashni rugalari. Asli plasmaslarini. Mana tormozlar jitkisli ko'rib turganlaringda. Arkasida jitkisli. O'tirgan joyi ham ochiladi mana. Benzin quyiladi. Narsalarni hisob ketaverasizlar yana bemalol. Bunga shos trapkalar bilan qilib beriladi. Bitta motorning ovozini eshitib ko'rasizlar. Saat qilib ko'rsatib berdik. O'zlari yazosida faralar, led faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Balon razmerlari 120-70-12 diametrda. Bemalol telefon qilaverasizlar. Yana boshqacha modellar ham ularni obzor qilib qo'yib boramiz. Tushunmagan joylarga past nomerlar qoldirib telefon qilaverasiz. Narxi kelgan bo'lsa, uni narxi $950. Oddiy bo'ylar dastavkasi bilan bortib beriladi. Qolgan viloyatga kelishamiz.